Assalamu alaikum qarindoshlar. Endi bu qitimliq videoda mushu oldin qitimliq videoning oxiri bo'lgan. Ya'ni mushu cho'ng hajmlik til bo'liqniki haqiqat qisqa tushunchaning eng oxirgi turi, ya'ni qanday ishiltish. Normal odat kompyuterlarga yak to'g'risiz yak to'g'ri muhitda tushirib bo'lgandan keyin to'g'risiz holatda ishiltish, to'g'riliq ham qachilash, modullarni tushirish ham bu ikkisining farqi to'g'riliq astola tushuncha berib o'tmoqchi. Endi bu nima degan vaqtda o'ylama. Bu yana o'sha AI modelleri, yani til modelleriniki mushu o'ylama degan mush software, mushu app'te, mush qo'llanishchan app'te mang'uzish software'ninki nayt ko'p qo'llanishchanlik yeri bor. Endi buni tushirishga o'tib ketsek, bu tushirish nayt oson buni. Yana mushu to'g'ri betninki mushu avval o'ylamadan boshlasak, mushu ochgandan keyin bosh betda o'sha tushirishni bosgandan keyin mushu Mac kompyuter. Hozir ishlaqli Mac bo'lishqa mushu Mac kompyuter tushirish knopkasini bosgandan keyin bassak bu tushishga boshlaydi. Bu tushib bo'lgandan keyin bunu qachilab bu mayaqdagi modellarni tushirib sinashga boshlaymiz. Bunu tushirib qashlash ancha bek kuch ketmaydigan narsa, ona ait oson. Endi elimiz to'liga kelsak, bu o'xshash buni ma'lumot tükenikin so'zlamoqchi. O'sha tushirish knopkasini bosgandan keyin masalan shunday Mac kompyuterga maskalan bo'laqni ustalab tushirib bassaqlam o'xshashlam tushishga boshlaydi. Bu tushib bo'ldi. Endi buni qachilasak bu zipalar tushdi ekan bu. Buni yeshib bu ishga bosgandan keyin buning nextni bosimiz qachilash. Lekin buningga mush kompyuterning passwordini talab qildi. Bassaqla qashilib bo'ldi bu. Finish. Bu qashilib bo'ldi. Endi qashilib bo'lgandan keyin buni qashlangan qanday bilimiz? Bu o'lamaning asosiy mang'uzdigan 100 terminaldan, ya'ni mushu Windows yoki Mac yoki boshqa Ubuntu sistemida bo'lsa, mush terminaldan mang'uzimiz. Mana bassak tushib bo'lgandan keyin mandaq buyruqlarni tushuntirishsa buyruqlar chiqadi. Endi bunga modulni tushirmizda, bu o'zi tushib bo'ldi. Modullarga mushu masalan Gmail Google'ning e'lon qilgan ochiq kodliq modeli Alibabaga deymi? DeepSeek bek mod bo'lib ketgan Xitoyningki modelleri. Meta'ning e'lon qilgan ochiq kodliq modellarda. Mistral masalan Yevropaga deymi? Bek ko'p ishlatilgan Mistral degan ma'noning kimi borki, har xil endi asosli qo'llanayotgan modellar ilova qatorliq musha e'lon qildi, mushani tushiramiz. Endi qanday tushiramiz deganda bu nayt oson. Modulni bosgandan keyin mushada buyruq bor, mush ko'chirib choplsaqli bo'ldi. Endi bu yerda modullarni tushirish burun bu modellarning bu yerda 1B4 B12 B27 degandek bir qancha sonlar bor. Bu nima deganda buning parametr son, ya'ni bir degan bir billion, ya'ni milliard parametrlik model. Buning sig'imi ko'rib baqsaq mana Night 815 MB ekan Qt nusxasi. 4B bo'lsa mana taxminan 4 giga yaqin 3 gigadan o'shiroq Qt nusxasida asl nusxasi. Bunun asl nusxasi degan gap nima degan vaqtda mesela O2B'niki FP16 bo'lsa asl nusxasi. Ham Qt Q80 proslangan nusxalar bo'ldi taxminan anaqa kichikiltirilgan, ham shu kichikiltirilgan proslangan kuchliq parametrlari qisilib ma'lum keyin to'g'riliq darajasi to'lab ma'lum. To'liq nusxasi O2 milliard parametrlik modelning to'liq sig'imi 24 giga. Ama Q4 bo'lgan vaqtda 8 giga, Q8 bo'lgan vaqtda 13 giga. Lekin mishadiki bu yerga giga degan son birisiga mush modelning sig'im ko'rsatgan birga, ya'ni birisiga mush bu AI model asosiy
grafik kartını üstüne mangashqa grafik kartınınki memory, yani saqlığıcıga, içki saqlığıcı memorilerga bağlıq buldu. Endi mesela ma kompüterningki içki saqlığıcı 16 gigada. Endi buningda mush 16 gigani hemen to'liq ishlatib, mesela men 16 gigalik keladigan modullarni mang'izib bo'lamdi degan vaqtda bo'lmaydigan yeri yo'q, lekin bek astlab ketadi. Astlab ketib bunu saqlash vaqti ketadi. Vaqt isrofchiligi degan bir masala bor bu yerda. Endi Mac kompüter kelgan vaqtda asosan Mac kompüterlarniki grafikning memori bilan shu kompüterning o'zining memoriyli o'rtaq bir memorini ishlatgan bo'lg'achqa sistema o'zini shu sistemani mang'izishni uzukchilik bir qismini ep qoladi. Ashqanday grafikning memoriyasi bilan ishlatib bo'ldi. Taxminan 15% ne shu Mac OS sistemi o'zi ep qoldi. Bunda bo'lgandan taxminan 16 giganing 10 gigadan bek chiqib ketib 13 gigagacha bo'lgan modellarni normal mang'izg'ili bo'ladi degan hisobga to'g'ri keldi bu. Ham bundan ham cho'ng mesela bayan nima deyishgandek, mesela OS2'ninki 13 gigalik mana bu Gemmaniki tushirib sinab baqsaq, mesela tushirish usulü mesela bergan kodni bir bastık, kopya qildi. Endi buni terminalga chaplaymiz. Enterni bassaq, modul tushishga boshlaydi. Endi bu bo'lguncha nima ishlarni qilib bo'ldi. Ya'ni keyingi bu da mushu ulab so'zlaydigan LM Studio bilan qanday farqi bor degan to'g'riliq astola tushunchi bersak, model yerlik muhit, ya'ni o'zimiz kompyuter to'g'risida ijro qiladigan applardan baya degandek ko'p ishlatiladi. Bundan boshqalari mı bor? Ki bu yer ko'p ishlatiladi. Shu ulamalar LM Studio tushuntirishni to'g'ri topdim. Ama haqiqatimda Mac sistemida qachilash, mashg'ulot qilish usullarini tushuntiryaptim. Yani keyingi videolarda Xudoyim buyursa Windows hem Linux, yani Ubuntu sistemalari ustidagi tushirib qachilash ishlatish to'g'riliqmi tushuncha berishni Xudoyim buyursa o'ylashyaptim. Hem bu yerda endi to'g'ri uzilmay ishlatishga bo'ldi desak, ham shu yani kuchayishlik sabab, deyishlik sabab to'g'ri shaxsiy maxfiyatni qo'g'dash bilan, ya'ni o to'g'ri ulanmagan ekan ishlatgan so'rgan savol yoki mashqlantirgan mazmunlar hammasi o'zining ash kompyuterning o'zida qolib qoldi. To'g'ri e'lon qilinmaydi yoki boshqa shu modullarni e'lon qilgan Google, Elama, Meta qator shirkatlarga bormay saqlanib qoldi. Ya'ni shaxsiyatlikni shaxsiy maxfiyatlikni qo'g'dash degan nuqtadan shu yerlik muhitda ijro qilish degan bir hukm kelib chiqdi. Buning alohidligi har xil modellarni tushiga bo'lgan Meta'ning boya degandek, Elama, Google'ning Gemma degandekda. Endi buniki ijro qilish supsini buyruq ko'rinma yuzi, ya'ni bayatındek terminalda ishlaydi bu asosan. Yani Windows asosan shu cho'ng OS'dan ham shakl bo'ladi. Yani birisiga sirtqi o'zimni kompyuterda mang'ashqa bu sirtqi mulozimlar yoki to'g'ri bu narsaga tayanmaydi alohidligi bu. Bayam degandek bu to'g'ri ulamay ishiltish, bu to'g'ri ulaydi ashosi ChatGPT ish qilib hozir ko'p-ku ya da AI'niki ishiltilgan GUI yüzleri mesela app'lere her xil app'lar bor. Asosan to'g'rimiz ulanmaydi. Hamda ma to'g'risi muhitiksi, hamda taxminan u ChatGPT e'lon qilgandek unda cho'ng modullarni mang'ish imkoniyati bo'lmasa-mu, normal holatdagi o'zimizning turmush, xizmatga yordam bera oladigan tipdagi normal kichik tipdagi modullarni mang'izib, uni orqali savol so'rab o'rganish, uni texmo training mashq qildirib o'zimizniki agent, ya'ni yordamchi sifatida mashq qildirish degan nuqtada shu maxfiyatlik shaxs uchun saqlash degan muhim bo'lib qoldi bu yerda. Yana birisiga shu AI'ni bunda, ya'ni web UI
kuruş, yani API'ye təminləşkə bunu özümüzün tor beket, şəxsi tor beketlərə mülazimətlər arqılıq işletken, mesela özümüzün tor betinin yüzde ama şu AI modellerle paranlaş degендek işlerini hemen aşırı buludu. Yani şu arqılıq bir ailede mesela çoğunluk kölemlik öyler olsa ama ailenin içinde hem de şu mülazimətlər 24 saat meğiş, bunun kitadığına tok. Bu başka 24 saat meğiş tok kulaklık buluşunu talep kıldı ama lekin öydeki əzalarının hemmisi şu ortak işletip kılaydığı imkan iyi buldu da bu sırtkı muhitten, tor muhitten kesilge adetti ki yani işletiş imkanı iyi kıldı. Şu arqılıq mesela kod yazıp programmerlar olsa kodunu hemen kod yazıştım bekrek az tullamış onu tayanlığı bulduğun emelik iş önümünü yukarı kötürüş degende cihette mi şu API ile təminleydi bu. Hem de bu çüp buldu. Çüp bolğandan keyin bunu salam koyup dep sol so'rashdan başlap ketdim. Meşedik sollardan o'tallab bunun keyin davomli ishiltimiz ham ishlatganmiz sollar, masalan bu strawberry'ning ichida qancha dona ardiga harf bor degandek. Ma bo'laqda to'g'ri chiqdi bu, ammo ellama yani metanikida 2 deb javob berdi. Farq o deymiz bo'laqlardagi farqlar to'g'riliq darajasi degandeklarni shundoq sınaq elib berib o'zimizga muvofiq kelganlarni tanlaydigan bir jarayon ketdi buningga. Yani bir savol 9 11 bilan 9 qaysi cho'ng deganda ma'lum 9 cho'ng degan javobni berdi-da. Lekin bu ham boya degan metaniki kelgan vaqtda bu 9 11ni cho'ng deb chiqib turadigan bir iyalar bor. Olamanınki şu birini sınap baktık qağını hamda şu arxil bulaqlarını sınap özümüzge muvafiq kelganlarini tushirib sınap ep qilib yaq mashqlantirib texam mukammalsib degandekni ishlasak bo'ladi hamda. Hamda keyin qitimda mana LM Studio tushirishga o'tamiz. Hamda bu LM Studio o'xshash bir to'rbetiga kirgandan keyin bir knopkani bosgandan keyin tushirishga boshlaydi. Hamda bu bo'ldi. Çüp bo'lgandan keyin buningki olama qaraganda ishiltish jihatdan asaraq hamda. Bu qachilyapti-da. Hamda bu qachilinib bo'ldi. Qachi bo'lgandan keyin buni qo'zg'atib. Bu LM Studio'ga kelgan vaqtda buningki GUI, ya'ni ko'rinma yuzi naydi yaxshi. Qo'l nima qilgan ishiltish usullari mouse bilan işiltip ketkili bulduğum bir kolaylık bir yeri var. Olamadaki terminalda kod buyruk bir hacetsiz bulup da. Onun modullarını nereden düşürmeyiz degende halgancı modullarını istep düşersek çürp şekli bulur. Ama bunun da mesela küçük modullardan 1 milyar parametrlik gemmanik yani maqitim elim metanikini düşürüp sınap bakaylı. Ama şunu düşürüp sınap bakaylı. Bu yerden şu modullarını izleş ya ismini bilsek ismi arkalıkmış izlep elan kılak modullarını düşürüp işçilik buldu. Bunun düşürüş knopkasını bastık. Bu modul çüp oldu. Çüp olgan diken hem de bunu mukumlaştırırız. Bu şunu orlaştırıldı de. Bunu pütte bunun mu salam kupsuğundan başlayırsak bayatın o'xshash sualni so'rgan vaqtimizda mesela Allah mana javobi yomon eslab ketdi. Hamda 3 giga 3 gigalik sig'im bilan hamda 1 giga yetmagandan keyin farqi shundaroq chiqdi desak bo'lamdi. Haqiqatan bergan javob intayin nacharda. Ama kelgan vaqtda mesela mashqisini cho'ngishga buni cho'qim xatoli javob berdi bu. Hamda sig'im ham amilaqa qisqatilgan ziyod qisqatilgan modullarningki to'g'riliq darajasi ham asosan yo'q deyarlik degan bir yakunga erishdik-da. Ham bu yerga LM Studio'ningki olamani farqlanadigan bir nayt obdan yeri shu modullarni har xil meshadagi modullarni har xil sinab sınashga ait applikçi bu. Mesela özü ilangan
Mimiyadi bağ modlardan başka mesela Hugging Face dep menba var. Bu şeylerdeki modellanımı izlep düşürüp kaçlap bunu bekçik modullar var da bunun da işletkili bulduğun bir nayet kolaylık bir yer var. Ama modellardan sanı bir 1 milyon 500 bin modullar varken de elan kılgan. Müşel modullarını işlep düşürüp işlep sınalı buldu. Hem de bu yerde hem de müşel oğlanma bilen Elim Studio'dan kanda farkı var. Farklar üstü toxtalgan vaqtda bu ikisinin farkı hem işletilgan orullar, maskilgan orullar degende kelgan vaqtda hem işiltisunu interfeysen işiltisi kelgan vaqtda bu olama terminalga buyruq yeziş arqılıq işiltildi. API bilen təminləydi. Lekin bununki GUI'si yoxdu. Elim Studio kelgan vaqtda bu Elim Studio'nunki GUI bilen təminləydi, mouse arqılıq. Asalı işiltip her xil modlarını sınaş məqsəd yetkili oldu hemde. Şu sebepten elə buyruq mesela terminal deganda asıl buyruq yüzde kolay ya bombası mı yeni güçler için ait kolaylık var. Spa Elim Studio API'nin kolaylığa yeri varken asıl maksat şu GUI'ni mesela yani bu modlarını seliştiriş, özün maskildiğin modlarını tepişte Elim Studio'nun kollanış bence yaxşılap qarayman. Olamada modlar bek köp emas. Elim Studio qaraganda. Çektik modlar bilen çekilgan boğaşqa GUI arqılıq sınaş məqsəd yetkili bulur hemde. Kimlerge maskil mesela qandaq məqsədlər bilen kimlerge maskil degenemde bu AI'nin tərcümesi məştəsəl bir onun tətbiqi çıxıb qapdı bununki. Yani texniklər yumşaqlı atqıçılarga yüzlengen olama. API arqılıq özünün programımızga AI qoşmaqçı bolğanlarga olama naiti kolaylık. Hem ve yenek hem naiti tez. Hem Elim Studio kelgan vaqtda texnik bilim pek talep qilmaydigan. Yani AI'ni sınap beqish uchun va modullarning nəyisini bilib beqish uchun hem de bu asıl tədqiqat yönlüşlük edemdi. Modlarını özelleştirip qilgan jihatlerde şu işlerini qilganlarga maskildigan bir yer var ki. Hem de bu tanlash ve başquruş. Yani bayatım etkiledik olanma yani şu özünün kutupxanası yani library'den özü təminləyən modların başqını şiltişsel təsrikən mürekkəbreki. Bombaskı ihtimallıqım var. Elim Studio'dan var mesela Hugging Face veya API kanı Hugging Face ki modların asasen işlikli bolğan bir alaylık var. Hem de bunun GUI arqılıq asan değil bunun işiltiş. Sistema yenik tərbiyə olama yenik ve en az derece sistemler talep kıldı. Kompüter ixtiyarı törek bolsun yaxşı işleydiğen bir artışıqı baki. Hem Elim Studio kelgan vaqtda grafik karta üçün texim köp mənbə, yani RAM, CPU, yani GPU'nu talep kıldı. Hem de bunun en az olan 16 GB memori buluş gerek dep qıptı. Bunun töndilimi qaşlansılan maňa da hem kiçik tipki modellar bolsa, hem de yaxşırak normal vaqti jeş karakterdeki maňyz üçün müşünçlik 16 GB'lık memoriydi basa vaqtiyat utkul buldu dep düşünsek buldu dep oylayman. Olama kaçaşı 13 vaqtda esasen buyruq arqılıq düşürüldü uzun torbet arqılıq. Texnik bilim ketidi degen yerde bu texniklik şu kopi köçüp çaplaşılan arqılıqlan buludu. Lekin texim inçkiye kelgan vaqtda azırak bu asasen kodlarla buyruqlardan maňaşqa azırak bir texnika mesela buyruq kod benim az dolu talep kıldığı bir yeri var. Hem de bu ikisininki düşündürüş qaşlaşım modullan maňyzy bir kadar düşündürüp ötken bolduq. Yani bu şey toxtumuz qany Hudaýym bolsun bu da kısta Windows yoki Ubuntu düşündürüş boludu. Allah'a emanet.